Assalomu alaykum hammaga. Beshkapada sotiladigan hovli uy bor, shuni obzorini qilamiz. Bu ko'cha tomoni 17-maktab kirib borish. Ko'p qavatli uylardan ichkariga kiriladi. Shu ko'chadan kiriladi. Beshkapa 9-burilish. Hozir bu yoqdan keldik. Ichkariga qarab yuramiz. Shu ko'chaning o'zida bolalar bog'chasi joylashgan. Maktab ham yaqin, bolalar bog'chasi ham yaqin. Xo'p, gaz turba o'tkazilgan, lekin hali gazni o'zi yo'q. Gazlashtirilmoqda desak to'g'ri bo'ladi. Xo'p, internet bor, suv, svet muammo yo'q. Yo'llar asfalt qilingan. To'g'ridan kirib keldik. Sotiladigan uyimiz 6 sotixda joylashgan. 20 ga 30 kirgan joylar beton qilingan. Bu qo'shnilarga tegishli olinadi. To'g'rida bo'lyapti. Elektrlar tizimga o'tkazilgan. Ichkariga kiramiz. Naveslik uy. Hop, naves 12 ga 8 qurilgan uy. Navesni eni 320. Tepada fermalar bilan yopilgan, metallический armatura bilan yopilgan. Buni patolog qilinmagan hali. To'liq devor bilan o'rab olingan. 6 sotix joy. Tugaydigan qismi o'sha qurilishda, o'sha qurilish devori bo'lgan joy. Burchakdan ham ko'rsataman. Tekis joy, hech qanday burchak, qiyshiq joylari yo'q. 20 ga 30 to'liq joylashgan uy 4 sotixda turibdi. 4 sotixga qurilgan. Yonida yana 7,5 metr joy qolgan. 2 sotix joy yo'q. Lekin hujjatda hammasi 6 sotixda turibdi. Agar alohida quraman desa, bu yerga ham kichkinaroq, xuddi to'g'ridagidek uyni ko'rayotgan bo'lsa, u ham xuddi shu 2 sotixga qurilgan uy to'g'risida ko'rinayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa kichkinaroq uyni bu yerga ham qursa bo'ladi, xohlasa. Bo'lmasa, umumiy yopib olsa bo'ladi. Hop, bu yer o'rta ajratilmagan hali. Bu yoq bizga tegishli emas. Bu yerda suv o'tkazilgan. Hovlining narxi 560 million deyilyapti. 580 million, 580 million deyilyapti. Kelishtiriladi. Plastik romlar o'rnatilgan. Hech kim yo'q, hech kim yashamaydi. Hop, kirdik. Navesni kvadraturasi 38,7, 39 deyarli. Hop, bu yerda vaqtincha eshik qo'yilgan. Asosiy eshik qo'yilmagan. Montajlar bo'lgan. Tok ichkariga o'tkazilgan, lekin ichkariga hali ulanmagan hech qayer. Hop, bu yerda kiramiz. Ko'rdingizmi, shkaturka qilingan. O'ng tomonimizda sanuzel uchun joy qoldirib ketilgan. Buni kvadrati 5-7 metr kvadrat. Koridorimiz, bu yerda kichkina oyna, polkalar qilish uchun joy qo'yilgan. Joy qoldirib ketilgan. Koridorimizda kvadrati 7,7 kvadrat metr. Xo'p, o'ng tomonda kichkinaroq xonamiz bor. Bu 11,5
11,5 atrofida, 11,5 kvadrat metr. Patologlar qilinmagan. Отделка ishlari qolgan faqat. Shkaturka ishlari bo'lgan. Montaj o'tgan hamma joyga. Bitta xonada 4 ta rozetka. To'g'rida yana bir xonamiz bor. Uning kvadrati 17 metr kvadrat. Hovliga qarasa bo'ladi qo'shnilar. Keyingi xona bilan tanishamiz. Keyingi ikkita xona bir xil, katta kvadratdagi ikkita bir xil xona. Butun uy nimasi fermalar bilan yopilgan. Metallический armatura fermalar bilan. Ko'chamiz. Oynalar 2 qavatlik plastik romlar qo'yilgan. Podokонникlar o'rnatilgan. Uyning kattaligi. Bu uyda metr kvadrati 21,5. Koridorda bu yoqdan ko'rinishi. Bu xonamiz. Bu xonamizda 2 ta rom o'rnatilgan. Bittasi ko'chaga qaraydi, bittasi naves uchun qo'yilgan. Stяжкалар bo'lgan. Aytganimdek, faqat отделка ishlari qolgan. Bu xonamiz ham 21,5 metr kvadrat. Ikkita xonamizda metr kvadrati bir xil katta. Ikkalasi. Uyda narxi 580 million aytilishi, lekin albatta kelishtirib beriladi. Yana bir marta eslatib o'tdim, darvoza o'rnatilgan. Bu yerda kanalizatsiya uchun truba qoldirib ketilgan. Buni stashkan tagida qoldirib ketilgan. Keyingi ustanovka qilinganlarda, o'rnatilganda muammo bo'lmaydi, kavlab yotilmaydi. Xuddi shu uyni obzor qilishga kelgandik. Hammaga rahmat. Agar kimlardadir sotiladigan uylarni YouTube platformasiga qo'yish kerak bo'lsa, reklama xizmati mavjud, bemalol 91 575 35 34 nomeriga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat.